Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarning e'tiboringizga Instagram olamida nimalar bo'layotganini e'tiboringizga havola etib qolamiz. Sevaris Life nomi bilan mashhur blogerimiz hozirgi kunda shifoxonaga tushib qolgani suratlarini o'z Instagram sahifasida qoldirgan. Unda shunday deya yozib qoldirgan: "Mayli, Allohim yana sinovcha berdi. Alhamdulillah" deb ko'p kulib o'tiramiz. Alloh suygan bandalariga dard beradi deyshadi-ku, to'g'rimi? 2017-yil Xalitni tuqqanimdayam 2 marta shunaqa bo'lgan. Soppa-sog' oyoqda kirib, qon ketib kolyaskada obkirib ketishganda, tug'ishga keyin tug'ib chiqibman, narkoz berib chistka qilishgandi. Raddomdan chiqib, yana 10 kundan keyin isitmalab больницаga tushib qolganman. Ichimdan ko'p qon ketgan. Bez narkoz ruchnoy chistka qilishgan. Yana qalay mazzami menga. O'shani eslavommiz videoda deya o'zi kulib tushgan suratini eri bilan birgalikda shifoxonadan chiqayotgan rasmlarni e'tiboriga havola etgan. Sevaris Life muxlislari u haqida juda ham ko'p qayg'urib, unga Alloh shifo bersin deya yozib qoldirishgan. Blogerimizga tezroq sog'ayib ketishlarini tilab qolamiz. Keyingi videoroliklarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.